O'zim haqimda sizlar bilmagan faktlar. Siz meni Feruza Alixonova deb bilasiz. Aslida men Egamberdiyevaman. Ha, erimning familiyasiga o'tganman. Sizningcha bu qanchalik to'g'ri? Asli Samarqandlikman. 2000-yilda tug'ilganman. 26 ga to'laman. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Qarayapmiz shekilli. Bu kremga necha? Ichida bormi, yo'qmi? Juda ham kam qolgan. Sababi juda ham kremni ashaddiylaridanman desam bo'ladi. Yeb qo'yaman to'g'rirog'i. Shu yoz birdek krem ishlataman. Sababi yuzim juda ham suvoy bo'lganligi uchun ko'p krem ishlataman. Ko'pchilik meni tojik deb o'ylaydi, lekin asli 100% o'zbekman. Umuman tojikina medonam. Bu meni quruq yuzlar uchun eng sevimli SPF'im. Hozir SPF surib olamiz. Ha, sizlar ham umuman SPFsiz ko'chaga chiqmanglar. Sababi quyoshning o'tkir nurlari yuzimizga tez ajin va qora dog'lar tushirib qo'yishi mumkin. Men 7 yoshimdan beri o'qib yashaganman desam ham bo'ladi. Sababi maktab, litsey, kollej, universitet, xullas hammasidan o'tganman. Aslida men pedagogman, lekin qandaydir ichki ishlar sohasida ham o'qib chiqqanman. O'zim ham hayron qolaman to'g'risi. Hozir men uy bekasiman va bir nafar farzandning onasiman. Eng qiyin, lekin eng yoqimli kasb shu bo'lsa kerak. Oldinlari she'rlar yozardim, hattoki kitoblarim ham chiqqan, lekin hozir ilhomim ta'tilga chiqib ketgan bo'lsa kerak. Hozirgi maqsadim oddiygina emas, Instagramda o'sish va sizlar bilan birga rivojlanish. Siz meni faqat oshxonada deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Agar sizlarga men haqimdagi faktlar yoqqan bo'lsa, yurakka bosib qo'yishni unutmang va sahifamga obuna bo'ling.